Tezkor, var diqqat. Qirg'iziston poytaxti Bishkek va tog'li hududlarda kutilmaganda qor yog'di. Qalin qor tufayli mashinalar yo'llarda qolib ketmoqda. Hatto ayrim avtomobillar qor ostida qoldi. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, bu sovuq havo oqimi O'zbekistonga ham yetib kelishi mumkin. Ya'ni, yaqin kunlarda havo keskin sovib, yomg'ir va qor kuzatilishi ehtimoli bor. Dehqonlarga ogohlantirish: sovuq tushishi ekinlarga zarar yetkazishi mumkin. Issiqxonalarni himoya qilish, dala ishlarini vaqtida yakunlash tavsiya qilinmoqda. Oddiy aholiga esa maslahat: kiyim-kechakda ehtiyot bo'ling, issiqroq yurishga harakat qiling. Ayniqsa bolalar va yoshi kattalar sovuqdan tez ta'sirlanadi. Demak, Qirg'izistonda allaqachon qish boshlandi. Savol tug'iladi: O'zbekiston ham sovuq to'lqinga tayyormi? Har kuni shov-shuvli va tezkor yangiliklar uchun biz bilan qoling. Kanalga obuna bo'ling.